davra ijodkorlar davrasi shoir aka yangisidan bo'lsin deb qo'yishmayapti. Endi eng yangisini o'qib bermoqchiman, chunki eng yaqin ukalarim, do'stlarim, qadrdonlarim. Lekin mavzu shunaqa to'g'ri kelib qoldi dedi. Eng yangisi qo'ng'iroq degan mavzu. Ko'pincha ayol qizlar qo'ng'iroq qilsa, har zaman ayolim kim ekan deb qoladi. Shunda men xalq telefon qilyapti. Menga hamma telefon qilishi mumkin. Xalq shoiriman-ku deb qutulaman. Hozir u bolalar bilan Samarqandda mehmonda. Telefon qilib qo'ng'iroqlar bo'lyaptimi deb hazillashadi. Hazil savoliga chin javob yozdim. 3 kun bo'ldi Samarqanddasan. Duo olib onang yondasan. Qo'ng'iroq qil onda sondasan. Qalin paypoq qayerda xotin? Qora qalpoq qayerda xotin? Tatimaydi sensiz biror kuy. Suysam shuncha, men qanchalik suysam shuncha suy. Sichqon mushuq bo'lib ketdi uy. Qalin paypoq qayerda xotin? Qora qalpoq qayerda xotin? Ko'r berkitsa kar topolmaydi. Garchi uyda bor topolmaydi. Yor berkitsa yor topolmaydi. Qalin paypoq qayerda xotin? Qora qalpoq qayerda xotin? 3 kun bo'ldi qaynamas qozon. Choylar sovuq, befayz dasturxon. Kerak ekan insonga inson. Qalin paypoq qayerda xotin? Qora qalpoq qayerda xotin? 10 yelkamni uribdi ayoz. Qayerdadir chiribdi piyoz. She'rlarim ham chiqyapti sayoz. Qalin paypoq qayerda xotin? Qora qalpoq qayerda xotin? Sendan ekan po'rim yurish ham, shoh asarga saroy qurish ham, it yotishu mirzo turishman. Qalin paypoq qayerda xotin? Qora qalpoq qayerda xotin? Zuhro yetsin tez toyiriga, onajonga salomlar aytgin. O'zbekni bir xalq shoiriga, rahming kelsa Toshkentga qaytgin. Bravo. Rahmi kelmasachi. Endi o'zi biladi. Maza qilib yuribsiz-ku, dadasi nega rahmat kelsin deydi.